Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi barchalar? Mana Andijon viloyati avtomobil bozoridamiz. Mana bugun 1-mart yakshanba kuni 2026-yil Labo bozoridamiz. Chunki o'zimiz ham Labo olib chiqdik. Bozorlar, mashinalar juda ham selob, xaridorlar kam desa ham bo'laveradi. Mana yonimizda turgan mashinalarga video obzor qo'yapman. Mers avtomobili mana. Shlaka blok, pena blok, mana shunaqangi yuk tashiydigan savdo joyi borlar uchun juda ham qulay mashina ekan. Buni yili necha aka? 89-yil. Motorlari zo'r, rasxoti yo'q. Nima kami bor mashinani? Aka elektrikka to'xtatib paralarni ko'rsatib beradi aka. U meli cho'pkalar, ha. Holat lekin zo'r. Holatlari yaxshi aka. Uni puli nechi bu? Puli aka 5300 aka. 5300 kami bor. Kami bor. Kelishamiz. Bo'ldi. Qiziqqanlar uchun telefon nomerlaringizni aytib o'tsangiz. 94lik. Aha, 94lik 550 62 murojaat qilaverasizlar akalar. Mana shu mashinani olib liniyaga qo'yib qo'ymoqchi bo'lganlar bo'lsa, tirishlik nimadir qilmoqchi bo'lsa, mana olaverasizlar. Endi bunisimiz aka, bu mashinangiz nomi nima aka? Changan deganlar, ha bu. Yilini 2014-yil dedingiz, ha? Motori hamma yo'q, zo'r. Svejiy, kilometr ham oz shekilliga. 53 million. 53 million svejiy mashina ekan. Bu anaqa xaladel emas bu. Yo'q, xaladel emas. Bu nima u shunchaki termiz, ha, shunchaki termiz, ha. Xaladel o'rnatsa ham bo'ladi. Bo'ldi. Buni narxi necha bu aka? Narxi 8,5 ming deyapti. 8,5 ming kami bor, ha? Nobodo qiziqqanlar bo'lib qolsa, telefon nomeringizni aytib o'tsangiz. 33lik 525 80 20 ga telefon qilaverasizlar akalar, ha. Xudosi kelishtirib berasizlar aka, to'g'rimi? Bozorlarni ko'rdi akam ham. Masalan, uyda kattaroq narx chekkan bo'lsa, mana hovurdan tushib, ancha hovurdan tushib, pasayib turibdi mana. Telefon qilib ko'ravering aka Laboda. Ko'ravering aka. Ko'ring mana shu Laboda. Arzon Labo meniki. Ko'ring aka, ha. Yareski. Yo'q, Damas Labo o'qigan. Mos motorlari zo'r. 2004-yilda ishlab chiqarilgan Damas Labo qilingan mana. Motor moslar zo'r, generalniy chiqaveradi akalar. Bir qadrdon ukamizni qaynotasining nomida ekan, qo'shnimiz bo'ladi. Pul zaril ekan, sotishyapti ekan. Yurgani 440 ming. Pultlari bor, polni shumka bo'lgan, sakadiskalar qo'yib qo'ygan. Narxiga keladigan bo'lsak, aziz do'stlarimiz, $2900 kami bor. $2900 kami bor. Kimga interesli qiziq bo'lsa, 90lik 217 3077, 93lik 577 76 29 ga telefon qilaverasizlar aziz vatandoshlar mana. Begarga deyapti, arzonligini qarang, lekin motor moslari zo'r ekan. Hadovoylar zo'r ekan, o'zim bildim, yaxshi. Bir 5-6 oy yaxshi ishlasa puli chiqib ketadigan mashina ekanda, xudo xolasa. Telefon qilaverasizlar azizlarim. Mana hozir manetlarda ham savdo bo'lgan mashinalar bor, ko'rsatib qo'yaman. Mana shu mashina ham 2008-yilda ishlab chiqarilgan Labo ekan. Kraskasi toza ekan. Hali meni ko'rganim 3600 qilishyapti. Aka, nima bo'ldi savdolar? 3600 dan keyin qo'shildimi yana? 700 ga bermas. Assalomu alaykum. 3700 ham qildimi? 3700 ham qilishibdi akalar. Nobodo qiziqqanlar bo'lib qolsa, bu yerlardan, masalan, boshqa davlatlardan, o'zimizdan qiziqqanlar bo'lib qolsa, necha pul kami bor aka? 4200 kami bor. 4200 kami bor. Xohlagan hujjat bo'laveradi. Generalniy o'tkazib oladi. O'tkazib olishgami? O'tkazib olishga. 4200 kami bor o'tkazib olishga. Telefon nomeringiz necha aka Nobodo qiziqqanlarga? 93lik 251 0042 ga murojaat qilaverasizlar akalar. Mana shu Laboga qiziq bo'lsa, telefon qilaverasizlar akalar. Kanalimiz bloklanuvdi. Bloklan yopilib qoluvdi. Hozir yangi kanal ochdim akalarim. Ukalarim like bosib, podpiska bosib, poddeshi qilib olinglar. Endi men ham bir ko'payishib va obunachilarim ko'payib
hamma narsalarda mol bozormi, qo'y bozormi, hamma yerda reklama qilaveraman. Oldingi kanalda mana shunaqa edi. Narx-navolardan xabardor bo'lasizlar-da. Iltimos endi like bosib, podpiska bosaverasizlar. Sog' bo'linglar. Nima qiziq bo'lsa menga yozaverasizlar. Menga manaqa holat qiziq desanglar, men ashuni narxini bilib, boshqasini bilib, men javob yozib yuboraman, xudo xolasa.